Voy, ehtiyot bo'linglar. Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugungi manzilimiz Andijon Asaka. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar, juda ham ideal holatda navis va darvoza ustanovkasini qilib bo'ldik, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, darvoza izlab, kaziro izlab yurgan aka-ukalarga videomizni ulashib qo'yasizlar. Darvoza ma'lumotlarini chiroyli qilib tushuntirib beraman aka-ukalar. 2 arkali eng full variantdagi 2 arkali darvozamiz 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan tayyorlab olib berdik, xudo xolasa. Xo'p, razmeri eniga 3.40 bo'ldi, bo'yiga 4 metr, 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan juda ham chiroyli narxlarda tayyorlab berdik aka-ukalar. Xudo xolasa stoykalari 8 2lik qalinlikda, profillari 6 ga 4 1.5 stena, listlarimiz 2lik. Ko'ryapsizmi? Ochilib yopilishi mana. Realni bir qavatli shumkaga o'xshab chiqqan darvozamiz. Orqasi har doimgidek sentr zamok. Ko'rib turibsizlar, setkalarni ham juda ham neobычный chiqdi. Bu joylar yomg'irda kelgani uchun ozgina loy bo'lib qoldi, atib qo'ysa bo'ladi. Darvozamiz ochilgan qismi. Kazirogimiz ham juda ham chiroyli chiqdi aka-ukalar. Kazirogning holatini qaranglar. Kazirogimiz ham 4 metr bo'ldi bor bo'yiga. Xolasa egalari qabul qilishi mana zakaz berishgan edi. Zakaz bo'yicha bizda tayyor darvoza yo'q aka-ukalar, faqat zakaz bo'yicha bo'ladi darvozalarimiz. Xolasa yopilishlari, orqalari har doimgidek sentr zamok. Kanalimiz rivoji uchun akalar tas like deb bosib turinglar. Mana darvozalar holati. Kraskalarimiz mokrospal matviy kraska bo'ldi. Kraskalarimizga ham garantiyya beramiz. 1 kvadrat metri 900 ming so'm, 850 ming, 800 ming so'mligi ham bor bu darvozani. Endi kazirogimizni tushuntiramiz. Eniga 4 metr, oldiga chiqishi 4 metr bo'ldi. 1 kvadrat metrini 500 ming so'm, 450 ming so'mdan chiqyapti. Mana shu kaziroglarimiz. Ob'yomga qarab o'zgaradi narxi. Endi katta kichikligiga qarab ham chiqadi. Stoykalarimiz ham buniki ham 1.7 bo'lgan. Gullarni qo'yib berganmiz mana. Juda ham chiroyli qilib. To'rtta ston endi 2 yoniga skameyka qo'ysa ham bo'laveradi. Tepa qismi 0.4 eng qalin tunikalarga berdik tepasini. Kashaklarda hamma yo'g'ini chiroyli qilib, polniy materiallarni ham qalindan qilib berganmiz. Profillari 3 kuch bo'ldi, 1.5 qalinlikda, ikkala yoni ham 3 kuch, tepalari 2 kuch bo'lgan. Mana holat aka-ukalar navisimiz. Tunikadan juda chiroyli chiqdi. Mikrosfa tunika qilib berdik, tunikasini. Tunikasi 0.4 bo'lgan, qalinligi. O'xshi summasi darvozamizniki 1.5 million so'm. Navesimizniki 7 million so'm bo'ldi aka-ukalar. Xudo xolasa like topib olsanglar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar. Mana kazirogimiz yon tarafdan ko'rinishlari. Ozgina qorong'i chiqib qoldi, shuning uchun shom bo'lib qoldi. Videomizga tiniq chiqmayapti. Xudo xolasa manzil Asaka lokatsiya. Sog' bo'lasizlar aka-ukalar.